hayotida bir futbol haqida kontent qilmagan, futbolda F'sini tushunmaydigan, to'p shakli qanaqa, sen to'rtburchak bo'lsa kerak, yo uchburchakmida deydigan odamlar ham chiqib olib endi eksportli qilib, mani bu shaxsiy fikrim deb onu yeb yemagan fikrlari bilan endi termani tanqid qilib qo'ysalaringchi, termamizni kim bilan o'ynaganini bilardik. Oldindan masalan qaysi jamoaga, qaysi terma jamoaga va kimlarga qarshi o'ynayotganimizni bilasizlar. Bilardik, termani bolalari ham biladi. Bular bu yilgi jahon chempionatida chempion bo'lishga nomzodlardan biri. Biz birinchi marta qatnashyapmiz. Birinchi sinf bolasiga 11-sinfda ur degandek bo'lyapti-da. Xudo xolasa keyingi jahon chempionatlarida tajriba orttirib, yaponlar bilmayman 250 yildan beri Koreya, Eron, Yaponiya, Avstraliya qatnashadi. Hali ular ham natija qilgani yo'q. Tajriba orttiriladi. O'zlarincha chiqib olib patanata, panakana qilmaylar. Endi bu Ronaldoga kelsa, men bu iplosni o'zim sekin hal qilaman. Bu iplos ishini. Men gaplashganimizda boshqacha gapirgandim. It. Buni menga qo'yib beringlar Ronaldo'ni. Qolganini sekin hal qilaveramiz. Termani yigitlariga omad. Bo'shashmanglar. Hali imkoniyatimiz bor. Kongodan alamimizni olamiz.